Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun horg'inlik va mag'dursizlikning sabablari degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi mushu horg'inlik va mag'dursizlikni keltirib chiqaradigan sabablar va kasalliklar, ya'ni qandaq ahvolda bu insonlarda arg'inlik va mag'dursizlik kelib chiqadiganligi bizda shundaq ahvollar ko'rilgan vaqtida va yoki uzun muddat davomlashgan vaqtida bizningki bu xil ahvolga qandaq muomala tutishimizning zo'rligi to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər leksiyanın təfsilatında bo'lsin. Arg'inlik kishilarning kuchsiz yoki energiyaning kamligini his qilishini ko'zda tutadigan bo'lib, odam uyqusiz qolganda yoki charchab ketganda kuchsiz his qilishi mumkin. Lekin bu yerda deyilgan arg'inlik yolg'iz ularla emas. Arg'inlik har xil o'xshamagan sabablardan kelib chiqqan charchash va kuchsizlikning o'rtaq alomati bo'lib, u yana chiniqishning kamligi va ozuqlikning yetarlik bo'lmasligidan iborat sog'lom bo'lmagan bir qism turmush odatlarining tabiiy natijasidir. Undaqda arg'inlik va mag'dursizlikning sabablari nima yoki nima sabablar odamda arg'inlik va mag'dursizlik paydo qildi degan vaqtida birinchisi ham shundaqla eng ko'p uchraydigan sabablarning birisi yetarlik va sifatlik uxlamaslik, uyqusizlik. Ya'ni odam odatda yoshning farqiga qarab belgilik muddatda uxlashga ehtiyoji bo'lganligi uchun agar shu ehtiyoj badanningki shu uxlashga bo'lgan ehtiyoji qonmagan vaqtida odam badanida shu arg'inlik mag'dursizlikni paydo qiladi. Ikkinchisi, ba'zi ozuqliq moddalarningki kam bo'lishi yoki yetishmasligi. Bumi shu arg'inlik mag'dursizlik paydo qiladigan muhim omillarning birisi. Uchinchisi, psixikalik kasalliklar. Masalanga shu ro'y tushkunlik, tashvishlanish degan kasalliklar. Bu xil kasalliklar giribdor bo'lgan odamda garchi badanda alayda shu jismoniy kasallik bo'lmasimi, lekin u odamlarningki shu ro'y jihatdagi sabablar tufaylidan har zaman arg'inlik his qilish, mag'dursizlik ko'rilishi mumkin. To'rtinchisi, jismoniy kasalliklar. Bu jismoniy kasalliklarning turlari xili ko'p bo'lib, men keyin bu to'g'risida tafsili to'xtalma. Beshinchisi, yemak-ichmak yoki ozuqliklarning tangpungsizligi. Ya'ni garchi biz yetarlik yemak-ichmak iste'mol qilgan bo'lsakmi, badanimiz semiz bo'lsa-mu, biroq mush iste'mol qilgan yemak-ichmakliklar badanning ehtiyojiga asosan tangpunglashmagan vaqtida ba'zi moddalar badanning ehtiyojidan ishib ketishi, ba'zi moddalar badanning ehtiyojini qondirolmasligi mumkin. Bu xil ahvol ostidami badanda arg'inlik va mag'dursizlik paydo bo'ladi. Oltinchisi, shu ichimlik, ya'ni tarkibida kofein bo'lgan ichimliklarni ko'p iste'mol qilgan vaqtidami ba'zi kishilarda arg'inlik paydo qilishi mumkin. Yettinchisi, qayg'u, hasrat yoki hal qilish qiyin bo'lgan masalaga yo'liqqan vaqtidami odamningki ro'y jihatiga ta'sir qilib, bu arg'inlik va mag'dursizlik paydo qilishi mumkin. Mana bular shu arg'inlik va mag'dursizlik paydo qilishningki ko'p uchraydigan sabablari. Albatta, konkret o'xshamagan kishilarda ba'zi farqli sabablar bo'lishi mumkin, lekin umuman qilib aytgan vaqtida insonlar mushu sabablar tufaylidan arg'inlik va mag'dursizlik his qilishi mumkin. Undan boshqa
mushu arg'inlik va mag'dursizlikni paydo qiladigan sabablar 8-si badanning suvsizlanishi, ya'ni biz suvni yetarlik ichmagan vaqtidami bizda arg'inlik va mag'dursizlik his qilishimiz mumkin. Bo'libmi bak havo issiq, ko'p terlagan, ko'p sigan vaqtimizda biz yetarlik suv ichmasak, badanimizda suvsizlanish paydo bo'lib, bizda arg'inlik va mag'dursizlik paydo qilishi mumkin. 9-si semizlik yoki badan ig'irligi eshib ketish. Adam haddidan ziyoda semiz yoki badan ig'irligi bak yuqori bo'lgan vaqtidami oson yerib qoladigan, oson charchab qoladigan ahvollar bo'ldi. 10-si zaharlik chekimlik va aroqqa xumor bo'lib qilish. 11-si doim kecha dujurni bo'lib ishlash. 12-si davomliq o'ltirib xizmat qilish, harakat qilmaslik, badan chiniqtirishga aktiv qatnashmaslik. 13-si ba'zi dorilarningki aks ta'sirlari. 14-si qildigan ish yo'q yoki hayot zerikishlik ichida o'tgan vaqtidami odam arg'inlik his qilishi mumkin. Bu sabablar uncha bak ko'p ko'rilmasmi, lekin bularmi mushu arg'inlik va mag'dursizlik paydo qilishda belgilik rol o'ynaydigan sabablar hisoblanadi. Mən yuqarıda bu arg'inlik va mag'dursizlikni paydo qiladigan sabablarni so'zlagan vaqtimda badanda ba'zi moddalarningki kamligini tilga olgan edim. Undaqda u badanda kam bo'lgan vaqtida arg'inlik va mag'dursizlik keltirib chiqaradigan u moddalar qaysi moddalar, nima moddalar mushu badanimizda kam bo'lgan vaqtida arg'inlik va mag'dursizlik keltirib chiqaradi degan vaqtida birinchisi tömür kam bo'lgan vaqtidami badanda arg'inlik keltirib chiqaradi. Ikkinchisi vitamin, har xil vitaminlar, ya'ni vitamin B, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B9, vitamin B12, vitamin D, vitamin C, magni qatorliq bu moddalar badanda kam bo'lgan vaqtida badanda arg'inlik keltirib chiqardi. Shunlashqa mushu bizda mushu sababsiz arg'inlik yoki mag'dursizlik bo'lgan vaqtida mushu moddalarning kam bo'lish ehtimolligini o'ylab biqishimiz, agar shundoq bir ehtimollik bo'lgan vaqtida bu moddalarni vaqtida to'liq qilishimizga to'g'ri keldi. Undaqda bu arg'inlik va mag'dursizlikni keltirib chiqaradigan kasalliklar nimalardan iborat yoki qandaq kasalliklar bizda arg'inlik va mag'dursizlikni keltirib chiqardi degan vaqtida uningki birinchi sababi yoki eng ko'p uchraydigan sababi uxlayotganda nafs to'xtab qilish bo'lib, odam uxlayotgan vaqtida nafs to'xtab qolgan vaqtida bu badanga oksigen yetishmaslik kelib chiqadi. Natijada uyqu sufati yaxshi bo'lmaydi. Ya'ni miya yaxshi orom ololmaydi. Natijada bundaq kishilar kechida 8-10 soat uxlaganda qismi, lekin atdigan qo'pqanda yanala uyqusi qolmagandek arg'inlik va mag'dursizlik his qilishi mumkin. Bu mushu uxlayotgan vaqtida nafs to'xtab qilish bu kasali mushu insonlarda arg'inlik va mag'dursizlik keltirib chiqaradigan eng muhim, eng ko'p uchraydigan sabablarningki biri. Ikkinchisi qon kamlik, qon ozlik. Ya'ni qon kam yoki qon oz bo'lgan insonlardami bu qonningki asosli roli bo'lgan shu oksigen bilan yemaklik to'shish xizmati yetarlik o'rinlanmaydi. Ya'ni badanningki har qaysi joylari o'ziga ehtiyojli bo'lgan yetarlik oksigen va oziqliqlarni qabul qilmaganligi uchun odam badanidami arg'inlik va mag'dursizlik kelib chiqadi.
Üçüncüsü qalqansimon bezning iqtidori tövəllab ketish, to'rtinchisi qalqansimon bezning iqtidori yuqorilab ketish. Mayli qalqansimon bezningki iqtidori tövəllab ketgan bo'lsin yoki yuqorilab ketgan bo'lsin, mush qalqansimon bezningki iqtidori normal bo'lmagan vaqtida o'xshashla arg'inliq paydo qiladi. Beshinchisi har xil rak kasalliklari bo'libmi bir qism rak kasalliklarda boshqa kasallik alomatlar ko'rilishdan burun bu kishilarda arg'inliq va mag'dursizlik ko'rildi. Bo'libmi rak oxirgi bosqichga yetgan vaqtida rak kasalligi bo'lgan hamma kishilarda o'xshashla arg'inliq va mag'dursizlik ko'rilishi mumkin. Oltinchisi so'ralma xarakterlik arg'inliq sindromi. Ya'ni bu xil kishilarda uzunga so'zilgan arg'inliq va mag'dursizlik bo'lsa-mu, lekin uningga nisbatan ko'z ko'rinarlik sabablarni topolmagan vaqtida, ya'ni sabab bo'lmagan vaqtida doktorlar u xildagi kishilarga mushu so'ralma xarakterlik arg'inliq sindromi deb diagnoz qo'yishi mumkin. Yettinchisi bo'lsa keng ko'lamli qetishib kesili, ya'ni multiple sclerosis. Bu kasal giribdor bo'lgan insonlardami mushu mag'dursizlik arg'inliq ko'rilishi mumkin. Bu arg'inliq va mag'dursizlik paydo qiladigan kasalliklarniki 8-si bo'lsa bo'g'im yallig'i, ya'ni odatda biz deyotgan revmatizm, 9-si jigar kasali, bo'lapmi bak jigar yallig'i, A tip, B tip, C tiplik jigar yallig'i degandek bu jigar kasalliklarimi insonlarda arg'inliq va mag'dursizlik paydo qildi. 10-si böbrek kasali, 11-si zukam va yuqumliq zukam, ya'ni biz zukam bo'lib qolgan vaqtida yoki yuqumliq zukam bo'lib qolgan vaqtimizda bir xil mag'dursizlik his qilishimiz mumkin. 12-si diabet kasali, 13-si muskullar og'rish kasali. Ya'ni bu shu bemorda, bu xil bemorda muskullar og'riydigan alomatlar asos bo'lganligi uchun buni muskul og'rish kasali deb atagan. 14-si bo'lsa o'pka yallik ishqi. Ya'ni bu kasalga giribdor bo'lgan kishilarning o'pkasiningki iqtidori yaxshi bo'lmaganlikdan badanga ehtiyojli bo'lgan oksigenga yetarli erisholmasligi mumkin. Shu sababdanmi bu kasal giribdor bo'lgan kishilarda shu arg'inliq, mag'dursizlik paydo bo'ladi. Undaqda bizda shu uzunga so'zilgan arg'inliq va mag'dursizlik bo'lgan vaqtida biz uni qandaq bir taraf qilishimiz kerak yoki uningga qandaq muomalada bo'lishimiz kerak degan vaqtida birinchisi oldi bilan arg'inliq va mag'dursizlikni keltirib chiqarish ehtimoli bo'lgan omillarga bir-birlab qarab chiqib diqqat qilishga kerak bo'lgan ahvollarga diqqat qilish, har xil kerak bo'lgan masalalarni bir-birlab hal qilishimiz kerak. Ya'ni eng ko'p uchraydigan, eng ko'p ehtimoli bo'lgan omillar bizda zodi mavjudmi, mavjud emasmi? Agar u mavjud bo'lsa, biz uni hal qila olaymizmi, qila olmaymizmi deganlarni bir qur qarab chiqib, o'zimiz hal qila olganlarni hal qilishimiz kerak. Hal qila olmaganlarga nisbatan shunga qarab doktorga ko'rinadigan yoki munosabatli choralarni qo'llanishimiz kerak. Ikkinchisi yaxshi orom olish, yaxshi oziqlanish va yetarli uxlashimiz kerak. Uchinchisi agar vitamin va yoki boshqa moddalar kam bo'lgan bo'lsa, ularni to'liqlashimiz kerak. To'rtinchisi agar yuqorqi masalalarning hammasini hal qilgandan keyin arg'inliq va mag'dursizlik yanada davom qilsa yoki uningda ko'p ilgirlash bo'lmasa, cho'qim doktorga ko'rinib, texmi ilgirlagan holda tekshirishimiz kerak. Doktor tekshirish ilib borgandan keyin balkim shu badnimizdagi arg'inliq va mag'dursizlikni keltirib chiqargan ba'zi kasalliklarni bayqishi mumkin. Beshinchisi shu bayqagan kasallik ahvoliga qarab shu kasallikka qarata davolash ilib berish kerak. Mana bular agar bizda shu uzun so'zilgan arg'inliq va mag'dursizlik ko'rilgan vaqtida uni bir taraf qilishga berilgan meningki taklif va tavsiyalarim.
Bugungi bu arg'iliq va mag'dursizlik to'g'risidagi qisqa leksiyani shu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammamizniki tinini salomat qilsin. Hammamizni aql farosatlik va kuch quvvatlik qilsin. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.